Voy kelin, shu oyog'imni gaymaritib boshlandimi deyman, ko'nglim aynib ketibdi. Bir shamol qiling menga. Xo'p, oyijon. Ha, ona tinchlikmi? Voy kelin, nimaga shamol qilyapsiz? Meni shamollatmoqchimisiz? Shamol qilma onamlarga. Oyijon, tezga men yo'qman qildim. Men siz yo'qmaydi. Kelin, tishim og'riyapti. Muzdekkina suv olib keling. Tishingiz og'risa, iliq suv olib chiqing. Yo'q, menga muzdekkina olib keling, o'shanda tuzaladi meniki. Hozir? Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Bu yoqqa kelgin. Ha, ona. Men sovuq suv ushlagin. Ha, sovuq suv ekan. Har kuni issiq suv so'rayman shulardan. Issiq suv bergin deyman. Mana bu tomog'imga mazasi bo'lmayapti. Nimaga onamlarga suv bermaysan? Nimaga serpamdagi tishlarni sildirasizlar, cho'chib o'tiribsiz? Kelin, shu belimni yazvasi qo'zida bir massaj qilib qo'ymaysiz? Xo'p bo'ladi, oyijon, so'riga chiqing. Ha, ona nima qilyapsizlar qayindan kelin? Voy kelin, men sizga ustimni yopib qo'ying dedim. Ustimga chiqib olib o'tiring demadim. Tushing ustimda. Voy, oyijon. Ya ponchak onam ustidan tush o'zi bellarini sindirasan. Ha, bo'ldi. Qo'yningni xotirjam qilib olib boramiz. Hoy kelin, ana o'tgan oy olgan kir mashinamiz bor. O'shanga qizil bantikcha o'ring. O'shani singlim to'yib qoldi, to'yiniga olib boramiz. Voy, oyijon, uyat bo'ladi. Undan ko'ra Texnocity'ga boraylik. Texnocity. U yerda nima bor? Oyijon, Texnocity'da 349 ming so'mga 5 ta narsa xarid qilsak bo'ladi. Faqat Texnocity'ning Instagramga podpiska bo'lgan bo'lsak bo'ldi. 5 ta narsa nima ekan u? Mana холодильник 7Tech 211 modeli, avtomat kir mashina 8 kilolik, motoriga 10 yil garantiya oyijon. Bosh germanskiy dazmol, sapgilami 2 ga 3, sushilka ham bor. Zo'r ekan u. Muhimi bosh to'lovi yo'q, bitta pasport evaziga beriladi hammasi. Mashinam tex pasporti bo'ladimi? Bo'ladi, beradi o'shanga. Faqat tezroq olaylik, chunki aksiya 11-oktyabrda 21-oktyabrgacha davom etadi. Voyjon, bu ham zo'r ekan. Bo'ldi, olamiz. O'g'lingiz keldilar, chaqirgandim, ey. Ha, tanlab izlab ketamizmi onam qalla? Mana oyijon. Kelin, meni nimaga shtab ichiga qamab qo'ydingiz? Past qilib o'lsin dedingizmi? Nima sanfa? Oyijon, o'zlari kelib